Assalomu alaykum ustovo. Azamatjon, to'ying o'tdi, endi ishlash kerak jura. Qulog'ingga ko'rpachani zar yopib qo'ygan, Azamat. Yoltiraman ustovo. Buni uzugi ham bor. Bo kiyimlaringni almashtir. Hozirgi yoshlarga nima bo'lyapti? Hammasi xotin quli bo'lib ketyapti. Azamatjon. Ustovo, keliningizga ilindim. Ko'p sevma jura. Kuching kamayib, boshing aylanayotgan bo'lib qoladi. Xotin quli. Nima, siz yoshlikka shunaqa qilmaganmi? Agar men xotinning gapiga kirsam, osmon uzilib yerga tushadi-ku jura. Aldamang, ustovo. Agar gapiga kirayotgan bo'lsam, meni xotin qul deb chaqir bundan keyin. Ustobo deb chaqirma. Azamat, o't. Hozir 1 minut. Alo, ha jonim. Bu ketishga hammani nogiron qilasan-ku, Azamat. Texno City do'konida hozir ustovo 2 xil aksiya ketyapti. Katta oila aksiyasi hamda kichik oila aksiyasi. Siz qaysi biridan xarid qilasiz? Katta oila aksiyasidan. Bo'ldi, kelishdik. Katta oila aksiyasida siz 12 xil mahsulotni bo'lib to'lashga 24 oyga atigi 699 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Uning ichiga avtomat kir mashinasi, qiruvchtalik televizor, divan, gilam va shunga o'xshagan ro'zg'oringizga kerakli bo'lgan mahsulotlar kiradi. Menga nima kerak bo'ladi u uchun? Atigi bitta pasport. Keliningiz ham xursand bo'layotgan bo'ldi. Hammasidan olaman. Keliningiz o'zi 2 kundan beri o'yi qo'ymay o'tuvdi meni. Yaxshi bo'ldi-da. Ha, ustovo, yangi gapiga kirmayman deb 2 kundan beri uyga kirolmayotgan ekansiz. Ha, xotin quli. Avozingni o'chir, Azamat, hammaga sharmanda qilding-ku. O'zingiz aytdingiz-ku, xotin quli deb chaqirasan. Yoshimni hurmat qil. O'zi bizda chola kampir bo'lib ketgan, Nima deb chaqiradi? Endi bizlar kampir quli deb chaqirgan. Akalar, narsalarimni to'g'irlab beringlar. Olib bormasam uyga qo'ymaydi kampir. Bo'la qo'ying.